Assalomu alaykum Vodiyus kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-uka do'st birodarlar. Xudo xolasa akalar, kechki dasturlarimizga mana bunday sifatli, chiroyli, xo'p, nima desam bo'ladi? Ko'cha tumanchilarimiz va qo'chalarimiz yetib kelgan. Soniga ko'p emas. Xudo xolasa akalar, qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Sizlardan so'rab qoladigan narsamiz bilan like bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa masalan, manfaatli video qilishga harakat qilamiz akalar. Hop, manzillarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Qatag'on mahallasidan o'sha arzonchi Azizbek akamizni mini fermasidamiz. Xudo xolasa akalar, bu akamiz mana duo olib, pata olib, o'zlari ish faoliyatini boshlayaptilar. Qo'llaridan kelgancha maksimal podishka qilib akalar. Xudo xolasa. Mana bunday yaxshi majn olaman degan akalarimizga videoni jo'natib qo'yinglar. Qo'llaridan kelgancha aka duoni qilib podishka qilib turinglar. Nimaga? Yigit kishini yigit ish qo'llaydi-ku. Akamiz ham mana Xudo xolasa yangilar. Biz o'zimiz ham endi bu YouTube tarmog'ida eski emasmiz, haligi nima sabablar eski emasmiz. Biz o'zimiz ham yangimiz-ku. Xudo xolasa podishkani ayyamasdan maksimal podishka qilib turinglar. Akalar, Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib video rolik qilishga akamiz bilan o'zimiz harakat boshladik. Videoni ko'p cho'zmaymiz. Akamiz o'zlariga o'zlanamiz. Qo'llaridan kelgancha chiroyli qilib video rolik qilishga harakat qilamiz aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimi? Keldingmi? Charchamasdan. Xudo xolasa ish faoliyatini boshladik aka. Faoliyatni boshladik, Xudo xolasa. Birinchisiga mana 10 bosh tayyorlab qo'ydik. Joningiz omon bo'lsin. Hop, aka, yo'g'i samara qilaylik. Hop, sizni ham ko'payligiga hijolat bo'lmaylik. Endi baribir odam hijolanadi-yu. Ha, shunday. Narxni chiroyli qilib qo'lingizdan kelgancha imkon boricha endi. Ha, shunday narxlar Xudo xolasa 2-3 kundan beri videolarda ko'ryapman. Xudo xolasa narxlar yo'lida qilib, chiroyli qilib beraman. Eldan arzon qilib beraman uka. Qo'hmay aytaveraman, eldan arzon qilib beraman. Like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysin uka. Bomba bo'ladi Xudo xolasa. Bo'ldi, tushunarli. Qayerdan boshlaymiz aka? Mana shu kattalardan boshlayveramiz. Bo'ldi, boshladik. Xudo xolasa akalar, like bosib turinglar. Biz video roligimizni boshladik. Videoda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz akalar. Hop, aka, bo'y basi qanaqa buni? Buni 5 plus. Buni 5 plus. 8 chiqayapti, buni 7 chiqayapti, buni 5 plus. Hop, buni 5 plus. Orqa boshlari, Xudo xolasa, oyoq qo'llar ideal holatda akalar mana. Bolamizni yaxshilab ko'raverasizlar. Hali yosh narsa, shoq o'sib ketgan, yo'qsam birali. Masalan, suyuq narsa emas-da, Xudo xolasa kelajagi bor narsa. Qorin sohalari ham ideal holatda. Ikkinchisi shvet. Ikkinchisiga akalar mana shvet. Qarang, endi shu yerda. Bunisi ham shvet, bunisi ham shvetda aka. Shvetda ham o'zi asli haligisi ko'p-da. Rangi ko'p bo'ladi. Rangi ko'p bo'ladi, qarang. Jonivor. Bunisi ham oq tumshuq oq quloq, bunisi ham oq tumshuq oq quloq akalar. Hop, ikkinchisi. Uchinchisi. Hop, uchinchisiga akalar. Uchinchisi. Mol qorinlar yotibdi, molam yaxshi. Yeb ichlari zo'r ekan. Ko'shlarni qilib turibdi. Ozgina hurkaroq ekan. Yoniga borsangiz mol yig'ini hali o'zini ko'rsatgisi kelmayapti qarang. Lekin holati, qorin sohalari, yedishisi yaxshi ekan. Orqa boshlari akalar. Hop, aka, uchalasini bitta qo'yamizmi? 5 tasini bitta qo'yamiz. 5 tasini, ha? Tushunarli. Hop, 5-chisiga akalar Eston variantidan mana aytib o'tilgandek, shveddaligisi ko'p deymiz-ku sortni. Bu ham shvedda. Bu ham shved, mana bu ham shved. Orqalarni ko'rsatib qo'yamiz. Oq quloq, qorin sohasini ko'ring. Yedishisi yaxshi narsa ekan. Orqa boshlari, Xudo xolasa ideal holatda. Yelkasini ham ko'ring, yelkasining kengligiga ham yaxshilab e'tibor beringlar, obunachilar mana. Voy jonivor. Zo'r. Oski sohasini ham ko'ring. Xudo xolasa sigir qilaman desangiz ham yaxshi narsa bo'ladi. Yo'ning sog' bo'ling. 4-inchisi bo'ldi. Hop, 4-inchisi. Bu 5-inchisi. Hop, 5-inchisiga ham akalar, Xudo xolasa oq quloq, oq tumshuq, bu ham shved variantidan. Bunisini ham oski sohasini ko'rsatib ketasiz, qarang. Xudo xolasa sigir yo'nalishiga ham aytaveradigan narsani. Akalar. Bu 5 bo'ldi, bu 5 ta. Azbek aka, adashmasam bo'y basti past bir xil shekilli. Ha, biri 5 plus, biri 8, biri 7 atrofida chiqadi. Biri 5 plus. Biri 5 plusga olishaveradi. Hop, aka, yedishtisi nimadan sinovdan o'tdi? Yedishlari somon bilan beda aralashtirilganini berib turibmiz hozir. Yedishlari zo'r, Allohga shukr. Garantiyasini qanchaga berasiz? 1 haftaga garantiyasini beramiz. Yemasa ichmasa. Vodiy bo'ylab dastavka bizdan. Nuftar qo'llargacha yetib boradi. Bularning narxini aytgan, so'z boshida aytganda yengil qilib beraman uka. Bir yerga tortdim degan odamga hop 13 million demayman, 12 million 500 dan olishsin. 12 million 500. 12 million 500 dan yana o'zlari boshqa videolarda ham ko'rishayotgandir. Bunday sifatli, bunday bo'yda, bunday sifatda mol to'g'risi uka, men ko'rganim yo'q. 13 million qo'ymoqchi edim, eldan arzon bo'ladi deganligim uchun uka 12 million 500 dan olishsin, baraka topishsin. Joningiz sog' bo'lsin.
tanlab olaman deyishgan akalarimizga 200 ming plyus minusi bo'ladi. 200 ming so'm. Ha, 200 ming plyusi bo'ladi. Otangizga rahmat. Obunachilar. Narxi bir xil kelmagan-da bizga. Biz ham tanlab olganmiz. To'g'ri, to'g'ri. Qaysidir bittasi arzonroq kelgan, qaysidir bittasi qimmatroq kelgan, shunday. 5 tasi 5 xil savdo bo'lgan. Shunday. Xo'p, obunachilar xudo xolasa 12 million 500 ming so'mdan telefon qilasizlar, chiroyli qilib, xayri kamini qilib berishadi. Aka, beshalasini bir joyga olishsa, Toshkentgacha qilib beraverasizmi dastlabkasini? Qilib beramiz aka. Toshkentgacha besplatni boraveradi aka. Toshkentgacha besplatni agar bitta yerga tortim deganga Toshkentgacha besplatni dastlabkasi bizning bo'ynimizda. Tushunarli. Akalar, xudo xolasa telefon qilishga shoshilaverasizlar. Endi nima desam bo'ladi aka? Hop, videoda mollar kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Endi uyingizda metringiz bo'lsa, og'ilda mol bo'lsa, aka, molni olib borib, metrda shuni tahlil qilib berasiz. Taqsimlab ko'ring. 1.5, 1 hop, biz endi 1.5 deb qo'yapmiz. 1.8 gacha molimizni bo'ylari. 1.8 shuni molingizga o'lchab berasiz-da. Ha, men olganimdan keyin menga mana shunday mol kelar ekan deganligi bo'lsin. Aka, buni yechamiz buni mollarni, mayda, endi akalar nima desam bo'ladi? Yoshroq, ular arqonga tushmagan ekan. Sifatliroq variantdan. Xudo xolasa shu yoshligidan o'zim mehrni berib, tarbiyalab, boqib boraman degan akalarimiz uchun. Lekin uchalasi ham bir-biridan chiroyli narsalarga bog'liq. Kalla pochalarini ham jonivorlarni. Jonimon qarang. Hay jonivor. Xudo xolasa kimgadir ma'qul kelsa telefon qilib, akamizdan narx-navosini kelishlang mumkin. Bolalarimizni orqa boshlari, oyoq qo'llari. Birinchi zamonasi to'qol. Ideal holatda. Ha, uni zavodskiy to'qol. Zavodskiy to'qol. Akalar, bo'yvaslari bir xil. Zavodskiy to'qol variantdan. Buni oldi, inasini tagidan surib oldim mana uni. Ha, inasidan ajragan. Ha, inasidan kecha ajradi bu. Lekin yedishchi yaxshi keladi. Yedishlari zo'r ekan. Qornlari ham. Ha, Nimalar qornlari chiqibdi? yotibdi. Jonivorlar. Hop, aka, ikkalasini bitta qo'yamizmi, uchalasini bitta qo'yamizmi? Uchalasini bitta qo'yamiz. Uchalasini bitta qo'yamiz. Uni ham olib keladi. Bo'ldi. Keyin olaman qo'limga. Akalar, lekin yaxshi narsaga qarang. Jonivorlar turishlarini. Chehrasi ochiq. Xolos mana quloqni dikkaytirib, aka. Mana, ay jonivorlar. Hop, mana 3-inchisi obunachilar. Bularning ham bo'yi bir xil shekilli, uchalasini kelma? Bir xil. Bunisi ham mana aka, ko'rishni qilib turibdi. O'ta zo'r narsa mana shu ham. Yelka qismlari ham o'ta Hop, shoq ham aka mana. Endi chiqib kelyapti jonivor. Stakan tuyoq. Xolasa aka mana tuyoqlari ham stakan tuyoq. Orqa boshlari. Sutga bu mollarning hammasi shu sutga to'ygan variantda, aka. Bah-bahqalarni qarang buni. Go'zalligini. Joning sog' bo'lsin. Nojim bo'lgan bilan lekin uncha-muncha bu Novosga tortadi. kuchli qilar ekan lekin. Hop, aka, uchalasini bir joyga oldim deganga nech puldan qilib beramiz endi? Uchalasini bir yerga oldim deganga sizdan oldin Oybek uzga ham chiqardik, uka. Uchalasini bir yerga tortdim deganga 11 milliondan beramiz, uka. 11 milliondan? Oldi qashtiga gapirmaymiz. 11 milliondan beramiz. Agar tanlab olaman, yo bunisini olaman, yo bunisini olaman, tanlab olaman deyishganga 200 ming plyus bo'ladi, uka. Bunda ham 200 ming plyus. Ha, 200 ming plyus bo'ladi. Tushunarli. Obunachilar xudo xolasa 11 million so'mdan uchalasini bir joyga olganga chiroyli qilib xayri kamini qilib beradilar. Yo'q, endi sharoit hammaning har xil-ku. Bitta olaman, yo'qsam ikkita olaman deganga yoqqanini tanlab olaverasizlar aka mana. Shunday. Menimcha bu buzovlar hammaga ham yoqaveradi. Birorta bir ichida suyuq yo'q. Men to'g'risi o'zim ham mol qo'shliq qilamiz. O'zimizda ham mini firmamiz bor, bilasizlar bizni ham. Menimcha molni suyug'ini ko'rganim yo'q. Realni. Ichida yoqmaydigan molni o'zi yo'q-da. Mana. Imkoniyat, sharoitlaring bo'lsa, uchalasini bir joyga olinglar aka, xudo xolasa foydasi, yutug'i sizlarga. Tushunarli. Hop. Yo'q, menga xuddi mana shunaqa sostoyaniyada novvoschalar kerak degan akalarimizga mana bu yerda 2 dona novvoschamiz bor. Aka, xudo xolasa mollarimiz hali bo'ynini tepaga qilib ko'tarib qo'yib, hali osib qo'yilgan yo'q. O'zini holatiga mana. Tixo holatda turibdi. Ular tog'da mollar ekan. Aha. Tog'da yurgan Tog'da mollar o'shanchida tullavermayapti. Yelka qismidan tullashni boshladi. Bizga kelganiga bulardan 2 kun bo'ldi. 2 kun orasida ham ancha tullaverdi. Siqqa kelgani bilindi dedingiz. Siqqa kelgani bilindi. Biz sharoitlarga ko'riki bo'ldi, xudo xolasa. Yedishisi yaxshi kelasi. Ha, yebishlari yaxshi. Kalapochalarini ko'rib o'rasizlar aka. Xo'p. Akalar, ekranda yaxshi ko'rinmadi degan akalarimizga telefon qilasizlar, xudo xolasa yana bir qator Telegramdan video qilib, bo'ylarni o'lchab, yedishtisigacha aka video qilib tashlab berishaveradi. Shunday. Kallalar ham ko'rgicha kalla. Yaxshi narsalar, yaxshi narsalar ular. Ko'shlarni qilib turibdi. 3 ta xunojin 5 ta qilib olishsin, 3 ta xunojin 2 ta novas qilib bitta mini firma qilib olishadi. O'zida ko'payaveradi xudo xolasa. Haliklari, ichcha bo'ylari, ichcha balandroq bo'lishi mumkin buni, ikkala novaschani.
Uka buni oldi qashtiga gapirmaymiz. Necha pul aka kerak? 12 million 800 dan yana xayriga o'tib beramiz. 12 million 800 ming so'mdan. 12 million 800 dan yana xayriga o'tib beramiz. Telefon qilsa chiroyli qilib o'tib berasiz aka. Xudo xolasa bexayr ish bo'lmaydi, yana o'tib beramiz. Joningiz omon bo'lsin. Obunachilar xudo xolasa 12 million 800 ming so'mdan chiroyli qilib xayrini kamini qilib berishadi. O'sha aytib o'tilgandek, o'zim kichikroq bo'lsa ham mini ferma qilaman degan akalarimizga mana 2 dona novoscha, mana 3 dona xumajin. Xudo xolasa bo'y baslari ham bir-biriga pat tusharar ekan. O'sha o'zidan ko'payib yuraveradi. Shunday. Xo'p, Azbek aka xudo xolasa birinchi videoyimizga shular a bugungi galga. Shular, xudo xolasa like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysin. Bundan da yaxshilarini olib kelamiz, xudo xolasa akalar. Menimcha bundan yaxshilari bo'lmaydi-yu, lekin bundan da yaxshilari. Harakat qilinadi aka. qilamiz. Narx arzonni olib kelishga yanada. Xo'p, joningiz omon bo'lsin akalar. Maksimal like bosib, qo'llab-quvvatlab mana Azbek akamni akalar kommentariyaga omadingni bersin deb yozib, akalar xudo xolasa maksimalniy podishka qilib turinglar. Yigit kishi aytib o'tamanmi? Yigit kishini baribir yigit kishi qo'llaydi akalar. Dangaliga. Telefon qilinglar xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib yo'lida qilib beringlar akalar. Xo'p, Vodiyuzga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa bundan da zo'r arzonlarni mana akamiz bilan yanada pul yengillaridan chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Vodiyuz boshqa kanallarga nisbatan necha arzonroq ham chiqaradi akalar. Xudo xolasa akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.